asrlik boy tarixga ega Toshkent davlat agrar universiteti bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqadagi zamonaviy agrar ta'limning strategik markaziga aylandi. Hozirgi kunda universitetda 13,5 mingdan ziyod talaba, 8 ta fakultet va 30 dan ortiq ta'lim yo'nalishlarida hamda 60 dan ortiq magistratura mutaxassisliklarida yangi O'zbekistonning agrar kelajagini qurmoqda. Shu jumladan 2026-2027 o'quv yilidan boshlab 7 ta ta'lim yo'nalishida 3 yillik ta'lim dasturiga o'tildi. Nazariy bilim amaliyot bilan mustahkamlanmas ekan, kutilgan natijaga erishib bo'lmaydi. Shu bois universitetda dual ta'lim tizimi asosida talabalar Chirchiq, Agrotex va Serov kabi yirik korxonalarda bevosita ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etmoqda. Shuningdek, yangi agronom tizimi talabalarning auditoriyada olgan nazariy bilimlarini daladagi real amaliyot bilan mustahkamlab, ularni zamonaviy qishloq xo'jaligining haqiqiy egalari sifatida tayyorlamoqda. 60 dan ortiq zamonaviy laboratoriyalar, innovatsion veterinariya klinikalari va agrokimyo markazlarida amaliyot bilan mustahkamlanadi. Shuningdek, talabalar o'qish davomida zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalarini boshqarishni o'rganib, haydovchilik guvohnomalarini olish imkoniyatiga ega. Toshkent davlat agrar universiteti talabasi uchun dunyo eshiklari doimo ochiq. Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya va boshqa 50 dan ortiq davlatlarning nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan o'rnatilgan hamkorlik har yili 500 dan ziyod talabaga xorijda amaliyot o'tash imkonini beradi. 18 ta qo'shma ta'lim dasturi doirasida esa xalqaro diplom olish imkoniyati mavjud. Universitetda faoliyat yuritayotgan 7 ta xorijiy til markazlari talabalarga til o'rganish va dunyo miqyosida raqobatlasha olish yo'lida mustahkam qanot bo'lmoqda. Zamonaviy sport inshootlari, stadion va suzish havzalarida erishilgan yutuqlar esa universitet faxridir. 3000 o'rinli zamonaviy talabalar turar joyi barcha qulayliklari bilan yoshlar ixtiyorida. Milliondan ortiq kitob fondiga ega elektron kutubxona, Shinam kampus va biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi kelajakka qadam markazi. Bularning barchasi muvaffaqiyat sari yo'lda mustahkam poydevordir. Toshkent davlat agrar universiteti bu agrar soha yetakchilarini tarbiyalaydigan innovatsion bilim va professional tajriba uyg'unlashgan maskandir.